Bir kuni Hazreti İsa bir yerda duo qilib o'tadi. Duo oyoqlashgandan keyin shogirdlaridan biri uningga: "Ey Rabbim, Yahyo payg'ambar o'z shogirdlariga o'rgatganidek, sizmi bizga duo qilishni o'rgatib qo'ysingiz?" dedi. Hazreti İsa javob berib, mundaq dedi: "Duo qilinglarda mundaq denglar. Ey otimiz, sening noming ulug'lang'ay. Podsholig'ing yer yuzidimi namoyon bo'lg'ay. Kundalik yemakligimizni bergaysan. Bizga gunoh qilgan har kimni kechirgunimizdek, senmi gunohlarimizni kechirgaysan. Bizni ozdirishlardan saqlab qolgaysan." Hazreti İsa sözünü davom qilib shogirdlarga mundaq dedi: "Agar yerim kechida do'stingni uyga berib, birodar, menga 3 non beribdi. Uyimga bir do'stim safar bilan kelgan edi. Uyda uni kutgidek bir narsa qolmabdi desang, do'stim uyining ichida turib, meni avvar qilma, ishik taqoqliq, bolalar hammamiz yetib qoldik, xafa bo'lma deb javob berishi mumkinmi?" Yo'q, u do'stning yuzini qilmagan taqdirdimi? Sening tortinmasdan qayta yolvorishning vajidan bo'lsa-mu, o'rnidan turib, so'rgan narsangni cho'qim berdi. Shuningga o'xshash, sizlar duo qilib tilanglar. Xudo tilaginglarni berdi. Izdanglar, topsizlar. Ishni qiqinglar, echiladi. Chunki tilaganlar cho'qim erishidi. İzdiganlar cho'qim topidi. Ishni qaqqanlarga ishik cho'qim echiladi. Sizlar beliq talab qilgan o'g'linglarga yilon beratdinglarmi? Tuxum talab qilsa chayon beratdinglarmi? Gunohkor bo'lgan sizlar farzandinglarga yaxshi narsani berishni bilgan yerda, arishdiki otanglar tilaganlarga muqaddas ruhini iltifot qilmasmi? Bir kuni Hazreti İsa bir odamni goch qilib qo'ygan jinni uning tenidan haydab chiqardi. Shuning bilan gocha zuvonga keldi. Ko'pchilik buningga intayin hayron bo'lishdi. Biroq ba'zi kishilar u jinlarni ularning boshlig'i bo'lgan shaytonga tayinib haydab yetdi dedi. Ya'ni ba'zilar uning Xudo tarafidan avatilganligini sinab beqish maqsadida uningdan bir karomat ko'rsatishni talab qildi. Ularning nima o'ylayotganligini bilgan Hazreti İsa mundaq dedi: "Agar bir davlatdagilar ikki guruhga bo'linib so'qishsa, u davlat zavollikqa yuz tutadi. Bir oiladagilar o'zaro jidal mojaro qilishsa, u oilami vayron bo'ladi. Shuningga o'xshash shayton o'z boshqurishda bo'lgan jinlar bilan so'qishsa, uning podshohligi qandoqmi putirab tura olsin. Sizlar meni jinlarni shaytonga tayinib haydaydi ekan deysizlar. Agar darvaqa shundoq bo'lsa, sizlarning agash kuchlaringlar jinlarni haydashda kimga tayandi? Aytganlaringlarning xato ekanligini o'z agash kuchlaringlar dalillab berdi. Amaliyotda men Xudoning kuch qudratiga tayinib
Cinlarni haydib etdim. Bu Xudoning podshohligining oranglarda namoyon bo'lganligini isbotlaydi. Agar to'liq qurollangan kuchtungur shayton o'z uyini qo'g'dab tursa, uning mol mulki bexatar bo'ladi. Lekin uningdan kuchtungur biri hujum qilib, uni yengsa, uning tayangan qorallarini tortib oladi va mol mulklarini o'lja ilib, o'z odamlarga taqitib beradi. Men bilan bir yo'lda ma'mig'anlar manga qarshi turg'uchilardir. Manga yig'ib olishga yordam bermaganlar to'z tuvatuvchilardir. Jin biror odamning tenidan haydab etilgandan keyin qurg'oq dalolarni orlab chiqib turadigan joy izlaydi. Topamagandan keyin ilgirki uyimga qaytay deydi. Shuning bilan jin u odamning teniga qaytib kelib, ilki odamning dilining pokisi tozalanib, ratlangan uydak bo'lib qolganligini bayqaydi-da, o'zidan mubattar yetti jinni boshlab kirib, billa turadi. Buning bilan ilki odamning keyingi holi burunqidanmi yomonlashib ketadi. Hazreti Aysa bu gaplarni qilayotganda, ko'pchilik orasida bir ayol yuqori ovozda: "Sizni tug'ib, beqib cho'ng qilgan ayol naqadar baxtli-a?" dedi. Xudoning so'zini anglab, uningga itoat qiladigan kishi uningdanmi baxtli, dedi Hazreti Aysa.